Assalomu alaykum. Alaykum qizim, qanday yaxshimisanlar? Minnatdorman. Samarqand viloyati Urgut tumani Oqmachi mahallasidan Fazulat Hoji onajon siz bilan bog'landikmi? Ha, qizim, ha. Onajonim sog'i salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Yaxshi, Xudoga shukr. Avvalambor bugungi quvonchli kuningiz, tavallud ayyomingiz, qabul qilgan 69 yoshingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Bugun sizni yanada xursand qilish maqsadida, sizning duolaringizdan bahramand bo'lish maqsadida Telegram ijtimoiy tarmoqlarida juda ham mashhur bo'lgan syurpriz tabriklar loyihasi ijodkorlari tomonidan siz uchun kutilmagan jonli qo'ng'iroqni amalga oshiryapmiz. Ushbu loyiha boshlovchisi Sitora Azam va bo'laman onajon. Bizning loyihamizga sizni juda ham yaxshi ko'radigan yaqinlaringiz tomonidan tabrik xatlar, dil izhorlari yetib kelgan. Onajonim, nima deb o'ylaysiz, bu sirli inson kim bo'lishi mumkin? Bilmasam, o'g'larimman, nevaralarman, qizlarimman, bolam, Xudoga shukr. Kimdan ko'proq kutyapsiz? Bilmasam, hammasida. Qizlarda. Yana taxmin qilib ko'ramiz. The Bluetooth device is ready to pair. G'olib. Onajon, bugun sizni dunyo qadar yaxshi ko'radigan, mana necha yildirki sizni yoningizda turib kelayotgan inson, turmush o'rtog'ingiz Muhammad Hoji bobojonimiz nomidan chin yurakdan tabriklaymiz hamda sizni o'g'illaringiz, qizlaringiz, kelinlaringiz, nevara evaralaringiz va sizni jondan aziz yaxshi ko'ruvchi qizingiz Umidaxon nomidan tabriklaymiz. Rahmat, bolam. Onajonim, siz uchun juda ham go'zal bo'lgan tabrik xatlarini ham qoldiribdilar. Agarda sizni qimmatli bo'lgan vaqtingizni olmayotgan bo'lsam, ushbu tabriknomalarni siz tomon yetkazib bermoqchiman, onajon. Mayli, bolam, mayli. Unda yetkazishni boshladim. Assalomu alaykum. Mehri daryo. Mening mo'tabar, mo'nisim onajonim. Tavallud ayyomingiz bilan sizni chin ko'nglimdan, butun oilamiz nomidan tabriklayman. Yuragimning yagona xazinasi onajonim. Umringiz uzoq bo'lsin. Ikki dunyo saodatini siz uchun tilab qolaman. Onajon, hayotimga chiroy berib turguvchi quvonchim. Xato qilgan yo'llarimda to'g'ri yo'lni, ezgulikni ko'rsatgan quyoshim. Doimo farzandlarini o'ylab, o'ziga qarashni unutgan mehri daryo, yagona dalda bo'luvchi insonim onajonim. Barcha davolarimni, barcha niyatlarimni amalga oshiradigan, xonadonimizga fayz berib turguvchi farishtam. Hamisha baxtimizga sog'-omon bo'lib yuring. Chiroyli ko'zlaringizdan faqatgina baxt ko'z yoshlarini ko'raylik. Allohim bergan hayotingizni faqatgina quvonchli, shodlik va baxtlarni ko'rib o'tishingizni tilayman. Onajon, menga bergan mehringiz barcha mehrlardan, barcha yaxshiliklardan ustundir. Onajonim, bu beshafqat dunyoda siz uchun vaqt ajrata olmagan bo'lsam, bilib bo'lmasdan sizni xafa qilib qo'ygan bo'lsam, men erka farzandingizni kechiring onajon. Men sizni dunyo qadar yaxshi ko'raman. Mehribon onajonim, inshaalloh Robbimning uyiga qayta borishlikni Allohim sizga nasib aylasin. Biz siz bilan doimo faxrlanib, g'ururlanib yashaymiz. Siz dunyodagi eng yaxshi onasiz. Sizdek onaga bizni farzand qilib bergan Allohimga shukrlar bo'lsin.
Agarda dunyoga yana qaytadan kelishga imkoniyat berilganida, men yana sizdek ayolni farzandi bo'lishni xohlardim. Onajonim, mehribonim, qalbingizdagi barcha niyatlaringiz, joy namozlar ustida qilayotgan barcha duolaringiz ijobat bo'lsin. Ikki dunyo saodatini siz uchun tilayman. Biz farzandlaringiz inshaalloh sizni firdavsiy jannatlar tomon eltadigan, mahshar kunida hamma bir-biridan bexabar najot izlagan vaqtlarida qo'limizda quyoshning nuridan-da balandroq tojlarni kiydiradigan solih, soliha farzandlar bo'lib yetishamiz. Inshaalloh doimo biz bilan faxrlanib yashaysiz. Mehribonam, volidey muhtaramam, munisim, mo'tabar onajonim, tavallud kuningiz, shukronalik, shodiyonalik ayyomingiz muborak bo'lsin. Siz bor qadamlarim doim mardona. Yuragimda armon yo'qdir bir dona, kulbam ham siz bilan axir koshona. Sizni yaxshi ko'raman ona. Siz borsiz boylarning o'zi mani boyi. Sizsiz yoritolmas osmonni oyi. Siz qalbim quvonchi, dunyo chiroyi. Sizni yaxshi ko'raman ona. Mehrlari berasiz, kutmaysiz bir naf. Tabarruksiz doim so'rasidek kaf. Ko'nglingiz og'ritsam, eting meni af. Sizni yaxshi ko'raman ona. Aytolmayman mana bu so'zni doim. Umringizni uzoq qilsin Xudoyim. Jannat yuzligim, iymonga boyim. Sizni yaxshi ko'raman ona. Siz borsiz g'amlar sololmas soya. Duoyingiz menga bo'lar kifoya. Sizga mehrim ko'pdir nihoya. Sizni yaxshi ko'raman ona. Bolam deya bilmadi istinim. Hayot tashvishiga sabr qilib jim. Oq sochlaringizga og'riydi jonim. Sizni yaxshi ko'raman ona. Tashvishga sololmas ertangi kunim. Duolaringizdan taskindir ko'nglim. Jannat yuzligim, mehrli molim. Sizni juda yaxshi ko'raman ona. Onajonim, hoji onajonim, bugun sizni dunyo qadar yaxshi ko'radigan, siz uchun borini bera oladigan inson farzand ne'matingiz, qizingiz Umidaxon nomidan mana shunday go'zal bo'lgan tabriknomalar yetib kelgan edi. Ayni fursatlardan foydalanib sizni ham aytar so'zlaringiz bo'lsa, marhamat birgalikda tinglaymiz. Rahmat bolam. Sizlardan Xudo o'z panohasi asrasin. Mana shu ishlaringga Alloh baraka bersin, umrlaringni bersin. Oilalarga tinchlik, xotirjamlik bersin bolam. Baraka bersin oilalaringga. Sizlarni ham Xudo Allohim chaqirsin Makka Madinaga. Inshaalloh aytganingiz kelsin. Sog' bo'linglar. Har Alloh o'z panohi asrasin bolam. Inshaalloh, minnatdorman, tashakkur sizga onajonim. Doimo mana shunday yaqinlaringizni, farzandlaringizni, nabira-yu evaralaringizni mehr muhabbatida, ardog'ida bo'lib, uylarini farishtadek to'ldirib kelavering demas. Siz uchun Umidaxon nomidan mana shu tarona yangraydi. Onajon, jigarlar, farzandlar davrasida tavallud ayyomingizni takrorlanmas hamda unutilmas qilib o'tkazishingizni tilaymiz. Salomat bo'ling. Rahmat bolam, rahmat. Minnatdorman, rahmat, salomat bo'ling. Iymon yo'lin oqlagan, Qur'onni quchoqlagan, miskin ko'nglim ovlagan hoji otam. Muhammadga ummatlarim, qalbi pok g'animatlarim, jannatiy ne'matlar.